Jizzax shahri Amir Temur mahallasida mana shunaqa old sutili razmerlari 20 ga 30 dan shunaqa xonadonimiz chiqib bo'ldi. Mana shu xonadonni ko'rishlaring mumkin. Mana shu oldida mana shu qo'shimcha magazin qilaman desalaringlar, mana shunaqa xonalari bor ekan. Bu xonalarning ham dokumentlari tayyor ekan. Shuni hozir ko'rib chiqamiz. Mana shu hovlimiz mana shunaqa ko'rinishda. Yana qaytarib o'taman. 20 ga 30 razmerlari, old sutux opshi. Mana shu tashqi tomondan maslaga hozir tushuntirib beraman. Mana shu hozir ko'rib chiqdik bularni, hozir uyda ichki qismlarini ham tushuntirishga harakat qilaman. Mana uyimizni ko'rib chiqdilaring, akam o'zlari uchun mana shu uyni qurgan ekanlar. Hammasi yaxshi narsalardan foydalanganlar. Gaz, suv, svet, mana отоплениyalardan umuman muammosi yo'q. Kadastr hujjatlari joyida, narxi 63 ming so'rayapti ekanlar. Yana ozgina kelishtirib so'rasalaring bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Hammaga rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shunaqa hovli, uchastka, yer, kvartiralarni o'tkazib yubormaslik uchun Top Uy Jizzax sahifamizga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar. Like, komment yozish esdan chiqmasin.